haj to'g'risidagi videolarimiz silsilasida hoji deb atalish uchun agar bir odam haj qilayotgan bo'lsa, bilingki, uning hajdan topgan yagona savobi mana shu hoji deb atalish laqabi bo'ladi va uqubati juda og'ir bo'ladi. Bilingki, amallar ikkita turga bo'linadi. Alloh uchungina qilinadigan amallar va dunyo uchun, Alloh uchun emas, o'zi uchun qilish mumkin bo'lgan amallar. Alloh uchungina qilinadigan amallar bu namoz, ro'za, haj, sadaqa, mana shunga o'xshagan amallar. O'zi uchun qilsa bo'laveradigan amallar mana bu ovqatlanishga o'xshagan, ishlashga o'xshagan, boshqa shu kabi amallar. Dunyo uchun, o'zi uchun qiladigan amallarni Alloh uchun qilsa ibodat bo'lib qolib, u o'sha niyati uchun o'sha amaliga munosib savoblar oladi. Alloh uchun qilinishi kerak bo'lgan amallarni agar Alloh uchun emas, dunyo uchun qiladigan bo'lsa, bu odamning oqibati juda og'ir bo'ladi. Chunki bu amallarni faqat va faqat Alloh uchun qilish kerak bo'ladi. Va haj mana shu amallarning eng buyuklaridan va hajning maqsadi insonga tavhidni o'rganish. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk, men labbay deb kelyapman oldinga Robbim deysiz. Labbayka la sharika laka labbayk. Sendan boshqa hech bir sherik yo'q deysiz. Mana shu hajning butun maqsadi. Mana shu maqsadni unutgan holda men hoji deb atalish uchun haj qilyapman deb o'ylasa desa bir odam ichida, bilingki, mana shu odam juda hajning maqsadini tushunmagan. Qolaversa ibodatini shayton uchun, uqubat topish uchun qilayotgan bo'lib qoladi. Shu uchun haj qilayotgan odam qalbini qattiq taftish qilsin. Qalbida hajdan keyin hoji deb atalish, odamlar o'rtasida obro' topish, majlislarda bir to'rida o'tirish kabi niyat bo'lmasin. Agar shunaqa niyat bo'ladigan bo'lsa, hoziroq to'xtab qalbini isloh qilsin. Allohdan so'rasinki, Alloh taolo uning niyatini isloh qilsin va Allohdan so'rasinki, uning niyati to'g'ri niyat bo'lsin. Va to'g'ri niyat nima? Bu mabrur haj qilib jannatni topish, Alloh taologagina ibodat qilish. Mana shu narsani niyat qilish kerak. Va hajdan hech qanday dunyoni xohlamaslik kerak. Hajdan xohlanadigan eng katta dunyolardan biri bu hoji degan ism. Mana shu ismni topishga harakat qilmaslik kerak. Mana shu ismga erishishga, jamiyatda obro' topishga harakat qilmaslik kerak. Hajdan maqsad aslo bu bo'lmaslik kerak. Alloh a'lam.